Men sochiqman. Yanada yumshoq bo'lishimni xohlasizmi? Unda konditsioner o'rniga sirka qo'shing. Men kir yuvish mashinasiman. Oyiga bir marta 90 gradusda bo'sh holatda ishga tushiring va noxush hidlar bo'lmaydi. Men chang yutgichman. Meni yaxshi tortishimni xohlasangiz, filtrimni bir oyda bir marta tozalab Men turing. yuzaman, meni glitserinli salfetka bilan arting va shunda changlar kamroq qo'nadi. Men oq paypoqman. Agar siz mening yana oppoq bo'lishimni istasangiz, meni soda va sirka bilan ivitib yuving. Men sochiqman. Yanada yumshoq bo'lishimni xohlasizmi? Unda konditsioner o'rniga sirka qo'shing. Men kir yuvish mashinasiman. Oyiga bir marta 90 gradusda bo'sh holatda ishga tushiring va noxush hidlar bo'lmaydi. Men chang yutgichman. Meni yaxshi tortishimni xohlasangiz, filtrimni bir oyda bir marta tozalab Men turing. yuzaman, meni glitserinli salfetka bilan arting va shunda changlar kamroq qo'nadi. Men oq paypoqman. Agar siz mening yana oppoq bo'lishimni istasangiz, meni soda va sirka bilan ivitib yuving.